Samarqand davlat pedagogika institutida ham ushbu sana munosabati bilan ma'naviy ma'rifiy tadbir bo'lib o'tdi. O'qituvchilarning jamiyatdagi o'rni beqiyosdir, chunki ularga bilim berish, kelajak avlodni tarbiyalashdek mas'uliyatli va sharafli vazifa yuklangan. Ularning tinimsiz mehnati, fidoyiligi va yosh avlodni kamolga yetkazishda qo'shayotgan hissasi har qancha e'tirofga loyiqdir. Darhaqiqat, barchamizning yutuqlarimiz va muvaffaqiyatlarimiz zamirida aziz ustozlarimizning fidokorona xizmatlari mujassam. 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda institut professor-o'qituvchilari, talabalar hamda faxriy ustozlar ishtirok etdi. Dastlab institut rektori so'zga chiqib, barcha ustoz va murabbiylarni samimiy tabrikladi. U avvalo yosh avlodni tarbiyalash yo'lidagi fidokorona mehnatlari, ularning intellektual salohiyatini yuksaltirishdagi sa'y-harakatlari uchun minnatdorchilik bildirdi. Shundan so'ng bir guruh fidoyi o'qituvchilar taqdirlandi. Ular ilm yo'lida qilgan xizmatlari, yoshlarga bergan saboqlari hamda institut rivojiga qo'shgan hissalari uchun esdalik sovg'alari va tashakkurnomalar bilan taqdirlanishdi. Men uchun juda qo'shaloq bayram bo'ldi desam adashmayman. Kichik mehnatlarimizni katta sanab, yurtboshimiz, vazirligimiz, institut rahbariyati meni ikkita unvon bilan oliy ta'lim a'lochisi hamda xalq ta'limi a'lochisi ikkita vazirlik tomonidan ikkita unvon bilan taqdirlandim. Bu menga juda katta bir motivatsiya beradi. Keyingi ishlarimda Xudo xolasa bundan-da g'ayrat qilib ta'lim sifatini oshirishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Shuningdek, talabalar tomonidan tayyorlangan badiiy chiqishlar tadbirga yanada fayz kiritdi. Qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari barchaga ko'tarinki kayfiyat bag'ishladi. Bugun qo'shaloq bayramki, menga 1-darajali mehnat faxriysi unvoni berildi. Bu ham mening qilgan mehnatlarimni bir debochasi deb o'ylayman. Bu menga yana bir kuch-quvvat bag'ishlaydiki, yanada yaxshiroq ishlashga harakat qilaman.